Barchaga assalomu alaykum. Siz bu olam kanalidasiz. Bolalar, bugungi audio hikoyamiz COVID-19 zombilar hujumi deb ataladi. Bu voqea real hayotda sodir bo'lmagan, shunchaki to'qima asosida tuzib chiqdik. Audio hikoyamiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Agar sizlar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, biz hikoyani boshladik. Yana aytgancha bolalar, bu videoni 16 yoshdan kichik inshaalloh odamlar ko'rish taqiqlanadi. Sizlar agar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshladik. 2018-yil yoz oylari edi. Bir kuni televizor ko'rib o'tirganimda ko'zimga bir yangilikka ko'zim tushib qoldi. Yangilikda aytish bo'yicha odamlar bir-biriga tashlanayotgan, bir-birini tishlayotgan deb qolishdi. Men ko'rib, bu nimasi? Axir zombilar kinolarda bo'lmasmidi? Real hayotda zombilarga nima bor dedim. Keyin esa biroz xursand ham bo'ldim, biroz xafa ham bo'ldim. Rostmi, yolg'onmi tekshirish kerak edi. Mayli, bu yog'ini endi vaqt ko'rsatadi dedim-da o'tiraverdim. Bu yangilikni eshitganimga chamasi 3 kunlar o'tib, mahallamda qanaqadir to's-to'polon, vahima, baqirish ovozlar eshitib qoldim. Yugurib ko'chaga chiqdim. Ko'chaga chiqsam, odamlar bir-birini g'ajiyotgan, bir-biriga tashlanar edi. Men qo'rqib ketdim. Bular rostdan ham zombilar-ku. Tezda uyga qaytish kerak deb uyga qaytib kirib ketdim. Uyga kirganim esa hammani ogohlantirdim. Uka, aka ko'chaga chiqmanglar, bu yerda zombilar yuribdi dedim. Akam ishonmadi. Yosh bolamisan, qanaqa bolasan, qanaqa zombi dedi. Tashqaridagi narsalar eshitmayapsizmi dedim. Bor, menga xalaqit berma dedi. Akam o'ynab o'tirardi. Ukam esa dars qilardi. Ular menga ishonishmadi. Keyin esa dadamga telefon qildim. Dada, alo, meni eshityapsizmi? Ha, nima bo'ldi senga? Dada, qandaydir mahallamizda zombilar yuribdi, bizga tezda yordam kerak. Nimalar deyapsan? Tushingda ko'rgan bo'lsang kerak ekan. Undan ko'ra boshqa ish qilsam bo'lmaydimi? Meni bezovta qilma, men ishlayapman dedi. Men, "Abbo, dadam ham ishonmadi, endi nima qilaman? Ayamga aytaman." "Aya" dedim. Ayam oshxonada ish qilayotgan. "Aya, ko'chada zombilar yuribdi, ko'chaga umuman chiqmanglar, berkitinglar, eshiklarni berkitib berdim hozir. Ko'chaga chiqmanglar umuman" desam, "Nimaga?" deb "Zombilar, haligi odam tishlab mahluqlar paydo bo'ldi ishimizda" dedim. Onam, "Ha, ko'p telefon o'ynashdan oqibati shunaqa bo'ladi. Jim uyingda o'tir, bor, undan ko'ra ukangga dars qilishga yordam ber" dedi. Men esa xo'mraygacha hech kim menga ishongisi kelmayapti. Men buni isbotlayman dedim. Qo'limga mobil telefonimni olib ko'chaga chiqmoqchi bo'ldim. Ko'chaga chiqsam, na odam, na hayvon, hech narsa yo'q edi. Men biroz vahimaga tushdim. Qani hozirgi bo'lgan manzara? Bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti dedim. Va ko'chani boshiga qarab yura boshladim. Ko'chani boshiga chiqsam, ko'p mashinalar avariya holatda, ba'zilari yonayotgan edi. Men tezda telefonimni oldim, videoga olish boshladim. Videoni olib dadamga jo'natib Dadam esa, "Ey bolam, nima bo'lyapti edi? Tezda uyga qayt" degan SMS yozdi. Men ham tezda boraman, politsiyani chaqir dedi. Men esa hop deb SMS yubordim. 102 ga telefon qildim. 102 xodimlari vahima qilmasdi va uydan chiqmasdi, maslahat berishdi. Aytishicha bo'yicha, mahalladagi odamlar izsiz g'oyib bo'lgan va qandaydir tarzda qo'shnilar ham yo'qolib qolgan. Keyin esa men uyga qaytganimda harbiylar eshigimiz tagini o'rashib olgandi va bizni evakuatsiya xavfsiz zonaga ko'chirishdi. Va u yerda men yana yangiliklarga ko'zim tushib qoldi. Yangiliklarda aytish bo'yicha qandaydir xavfli virus tarqalayotgan, odamlarga yuqish xavfi tishlashdan, qonga tegsa shundagina yuqishi mumkin ekan. Men esa xuddi kinoga o'xshab, hayotim kinoga o'xshab ketyapti. Kinoda yuribmanmi yo hayotda yuribmanmi o'zim ham bilmay qoldim dedim. Keyin esa qandaydir portlash yuz berdi. Zilzila va yer qimirlashlar sodir bo'la boshladi. Men u manzaradan qo'rqib ketdim va askarlar baqirganicha eshik tomonga yugurib ketishardi va bir tarafdan bir ovoz keldi. "Hech kim joyidan qimirlamasin" degan ovoz keldi. Bu polkovnik Yusuf edi. Yusuf bizni oldiga kelib, "Qandaydir xavfli sessiyalar darrov yashiringlar va qimirlamay o'tirginglar" dedi. Biz bo'ldi, xo'p dedik. Biroz vaqt o'tgandan keyin oldimga Abdulloh, ya'ni oshnam oldim keldi. "Oshna, bu yerdan xursandman. Qanaqadir virus bizni oilamizni qirib yubordi. Hech kim topolmayapman. Yordam ber, nima qilsam bo'ladi" dedi. Men ham uni ko'rib xursand bo'lib ketdim. "Ha, oshna, o'zim ham tushunmayapman. Nimadir bo'lyapti bu yerda. Hozir ba'zagan hujum qilishayotgandir, balki yashirinishimiz kerak" dedik. Va ikkalamiz sekin zirqlanadigan eshik ko'rib qoldik va uni ochishga harakat qildik. Ochildi ham. Ichkariga kirib, eshiklarni qulflab
jimgina o'tirib oldik. Birozdan ko'ra ko'pchilik chinqirgan, baqirgan ovozlar eshitila boshladi. Odamlar bir-biriga yordam ber, menga yordam kerak deb baqirishadi. Biz baqirib yuribmiz, ularga yordam berishimiz kerak deb qoldik. Abdulloh aytdi, "Jinnimisan, hozir yoqqa chiqsak, hammamiz o'lamiz, yerga chiqish xato. Birpas kutaylik" dedi. Men "Ha, mayli, birpas kuta qolaylik bo'lmasa" dedim. Va qisqa muddat ichida zombilar hujumiga uchradik. Va ikkalamizgina tirik qolgandik. Qolganlar esa zombiga aylangandi. Askarlar ham bizni himoya qilaman deb afsuski zombiga aylanib bo'lgan edi. Keyin esa biz ovqat topish va bu yerdan tezroq chiqib ketish haqida o'ylab boshladik. Abdulloh aytib qoldi, "Men ovqat zaxiraligi, ovqatlar omborxonasini qayerlarligini bilaman. Ketdi yashiga boramiz, faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak" deb qoldi. Men "Ha, mayli bo'lmasam, ehtiyot bo'lamiz, faqat yashashimiz kerak, ovqat qorinni to'ygizishimiz kerak" dedim. "Ha, to'g'ri aytasan, bo'lmasam ketdik bo'lmasam, bu yerda o'tirish foydasi yo'q. Tez orada ular bizni topadi" dedi. "Xo'p, Abdulloh bo'lmasam ketdik" dedim. Va sekin ovqat zaxira tomon yura boshladik. Yurar ekanmiz, yo'lda har xil zombilar ko'rdik. Ularda esa yosh bolalar, katta odamlar, har xil odamlar bor edi. Birpas qo'rqib ketdik va yo'limizni davom etdik. Nihoyat oziq-ovqat zaxirasini ham topdik. Yerga kirsak, yerda 3 tacha zombi bor ekan. Ulardan yashirinib ovqatlarni birma-bir sumkamizga solishni boshladik. Abdulloh aytib qoldi, "Men senga aytgandim, sumka olish foydali deb." Men aytdim, "Ha, to'g'ri, sumka men ham endi sumka olib yuraman" dedim. Abdulloh aytdi, "Ha, mayli, ketdik bu yerdan tezda" dedi. Va biz tashqariga chiqishga harakat qilib ko'rdik. Birinchi urinishimiz o'xshamadi, ikkinchi urish ham o'xshamadi. Uchinchi urinishimizda nihoyat chiqib ketdik. Ba'zidan chiqar joyimizda bir mashinaga ko'zimiz tushdi. Chamasi Nexia 1 bo'lsa kerak. Uni oldiga shoshib bordik. Va bu rostdan ham Nexia 1 ekan. "Yurgishni bilasanmi?" dedi Abdulloh menga. "Ha, men bilaman" dedim, o'tkizdim. Yaxshiyamki ichida kalit bor ekan. Mashinani birpasda yurgizdik va yerni tark etdik. Va ratsiyalardan foydalanib, boshqa harbiy bazaga bormoqchi bo'ldik. Va radiodan yangiliklarga eshitib qoldik. "Sizlar qizil hududdasiz, bu yerdan tezroq ketinglar. Biz yerga bomba tashlaymiz. Tezda chiqib ketinglar. 24 soat ichida u shahardan chiqib ketinglar" dedi. Shaharning nomini afsuski ayta olmayman. Biz bu yerga qizil hudud hisoblanibdi. Tez orada bu yerda portlatishimiz ketishimiz kerak dedim. Abdulloh, "To'g'ri aytasan, bu yerdan tezroq chiqib ketishimiz kerak. Bu mashinada uzoq bora olmaymiz. Yaxshi boshqa mashina topishimiz kerak" dedi. Men "Yo'q, boshqa mashina bo'lmaydi, Nexia 1 ga ketaveramiz. Undan ko'ra benzinmi, gazmi quyishimiz kerak. Nimaga yurar ekan mashina" dedi. Abdulloh aytdi, "Menimcha benzinda yursa kerak, chunki benzinda bilan gaz hidini men yaxshi ajrata olaman" dedi. "Mayli bo'lmasa benzin quyamiz" dedik va benzin quyish shoxobchasiga yetib keldik. Yerda benzinni to'ldirdik va yo'limizga davom etdik. Keyin esa chegara postiga keldik. Chegara posti yopib qo'yilgan. O'tishda umuman ilojisi yo'q edi. U yerda ham hujumga uchrashgan ekan. Zombilar u yoqdan bu yoqqa odam qidirib, o'lja qidirib yurishardi. Biz bildirmaygina sekin orasidan o'tib ketdik. Keyin esa qo'shnimiz bo'lg'ich Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'ldik va Qirg'iziston postiga yetib keldik. Qirg'iziston chegarasi postida yaxshiyamki askarlar bor ekan, bizni kutib olishdi, bizni yaxshilab tekshirishdi va "Bu yerga qanday yetib keldinglar? Axir zombilar ko'p edi-ku, zararlanmaganmisizlar" dedi. "Yo'q" dedik va bizni tekshirishdi va bizni xavfsiz yerga ko'chirishdi. Shu bilan bugungi hikoyamiz tamom. Yoqqan bo'lsa, like, obuna bosishdan chiqmasin. Sizlar bilan bu olam kanali bo'ldi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.